Mehr qo'yganingizni faqat yaxshiligida, sizni xursand qilganida, baxtni tanitib yashayotganida muhabbatingizga ko'nmang. Agar haqiqatdan uni sevsangiz, qayg'usini, yomon kayfiyatini va hatto nolishlarini ham seving. Jim bo'lganida, g'azablanganda, o'zini boshqara olmay qolganda, qo'pol bo'lganida seving. Chunki bunday daqiqalarda u sizning sevgingizga muhtoj bo'ladi. Yolg'izlikni istaydi, hech kimni ko'rishni istamaydi. Ammo yolg'izlatmang. Yolg'izlikka uni yem qilmang. Haqiqatdan sevgan bo'lsangiz, shunchaki uni yonida turing. Xuddi daraxtga o'xshab. Sevgi qanchalik kuchga ega ekanligini bilmaysiz. Insonning kichkinagina yuragiga Alloh ana shunday mo'jizakor hislarni yashirib qo'ygan. Bu har bir yurakda bor. Ammo yuragini tinglamaydigan qo'rqoqlar ko'p oramizda. Shuning uchun ajralishlar ko'p.